Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani Uchxo'z Kirovda turibman. Sizlarga 3 xonali kvartirani topib qo'ydim. Xullas, yaxshi narxda sotilayotgan ekan. 54 kvadrat ekan. Hozir videoni oxirigacha ko'rsangiz, narxini ham aytib ketaman. Bitta laykni bosib, qo'llab-quvvatlab turing. Mana yo'lni usti ko'ryapsiz. Bu yog'i больницаga qarab ketish. 100 metrdan keyin больница. Harbiy maktab, prezident maktabi hamma narsasi yaqin ekan. Mana yangi qurilayotgan domlari orasida. Mana ko'ryapsiz. Bu yoq tomoni Kirovga qarab ketaverish. Ya'ni afzalli tomonlari yana nimada deydigan bo'lsangiz, yangi qurilayotgan aeroport Surum 3-5 kilometr taxminan uzoqlikda. Yana aniqroq lokatsiyalari Telegram kanalimda bo'ladi. Bemalol o'tib hammasini ko'rib olsangiz bo'ladi, daskonallik. Mana ko'ryapsiz, O'rtachirchiqning hokimiyatida yuribmiz. Va alaykum assalom. Mana shu bola uchun ham bitta laykni qizartirib qo'yinglar. Ketdi. Qarang, qanaqa chiroyli domlar tushyapti bu joyga. Mana xullas yaxshigina dom deyishyapti. Xullas nima deydi? Etishayotganda pishgan qishdan ko'tarilgan ekan. Xullas dom 2020-yil qurib bitirilgan. 2024-yil kadastr chiqqan ekan. Mana shu joylari ham ma'lumot o'rnida aytib ketaman. Xullas, Uchxo'z Kirovdan Qo'yliqqacha 18 yo'q, taxminan adashdim. 20 kilometr taxminan bor. Yana aniq lokatsiyalari Telegram kanalda. O'sha yerda endi aniq joyi, aniq lokatsiyasi o'sha yerda chiqadi. Mana ko'rib turgan domingiz. Qarang, qanaqa chiroyli joylarda joylashgan. Prosta bu yo'llar hali yo'l qilishmagan. Yangi domlar qurilyapti-yu, o'shanga ahamiyat bermaysiz. Naryoqdan keldim, Atiyalabdan hokimiyatdan boshlamoqchi bo'ldim. Mana shu ko'rib turgan domingiz. Qarang, mashalloh. Yangi tushgan domlar ekan. Bu yerda bolalar o'yingohi ham bor mana. Bolalar o'yingohi. Hamma narsa, hamma shart-sharoitlar yaxshi. Xullas, bu domni 2-qavatida hozir sekin qavazni ko'rsatib boraman. 4 qavatlimi? Mashalloh, zo'r. Rahmat. Mana ma'lumotni ham eshitib oldingiz hozir. Endi bismillah boshlaymiz. Ketdi. Mana bu birinchi etaj, mana endi ikkinchi etajga chiqamiz. O'sha ikkinchi etajda joylashgan. Xo'p, men obzorni boshlayapman. O'tirib turavering. Egasini qo'shib sotiladi deb o'ramiz. Qarang, mana kiraverish xoli, mana ko'ryapsiz. 3 xonali. Bu yoqda bir xonasi bor mana. Hozir kvartirani qo'yib qo'yishgan. O'g'il bola turibdi degan o'shaning uchun sal bardaklarga ahamiyat bermaysizlar. Bu yog'i kattalar yotoqxonasi. Remontlari ham yaxshi qilingan. Xudo xolasa, kommunalka, internet hamma narsasi yaxshi. Mana oshxonasi. Ayollarning yaxshi ko'rgan joyi. Endi o'g'il bola turgandan keyin bilasiz qanaqa bo'lib turadi. Mana bu yog'i yana bitta xona. Mana mashalloh. Xo'p, 54 kvadrat ekan. Xo'p, agar mebel kelishsa, mebel bilan hammasini tashlab ketaman deyishyapti. Mana shu joylar. Mana derazadan qarang, atmosfera qanaqa ko'rinadi. Mashalloh. Mana chiroyli. Chiroyli joylar. Xudo xolasa kelajagi bor. Bu joylar narxi kelajakda oshadi. O'shani ham ehtimolni olib qo'yasiz. Mana sanuzellarini ham ko'rsataylik. Kondisioner qo'yib qo'yishgan. Mana sanuzellari ham. Xullas, endi ozgina bank bilan aralashgan joylari bor. Ya'ni bankdan qarzdorliklari bor. Xullas 2020-yilmi, 2029-yil, 2019dan beri to'lov qilinayotgan ekan.
ana bu yog'iga agar sizni nomingizga o'tkazib berib to'lovni davom ettirib ketadigan bo'lsangiz 28 ming so'rashyapti. Yana o'tib beradigan joyi bor ekan. Yana chiroyli qilib o'tib berishadi. Agar yo'q, menga polnisini hammasini chiroyli qilib polni nomimga o'tkazib bering deydigan bo'lsangiz, avans orqali avansini olib turib polnisini o'tkazib berar ekanlar. Xullas 39 ming AQSh dollar so'rashyapti. Umumiy hech qanday bank hammasini chiqarib polni nomimizga o'tkazib berish uchun. Yo, agar men to'lovni davom ettirib ketaveraman deydigan bo'lsangiz, o'sha 28 ming so'rashyapti. Menimcha yana ancha kelishib berishadi, yana 1-2 ming o'tib berishadi. Mana ikkinchi etaji. Mana shu joydan ko'rdik hozir. Mana shu joylar. Xo'p, oylik to'lovim ancha arzon ekan. 1.850.000 so'm ekan. Menimcha shunda davom ettirib ketgan yaxshiroq deb o'ylayman o'zim. Mana mashalloh, mana shu joylar. Bitta vaqtda bo'lsin, uy izlayotgan, o'sha kvartira izlayotgan tanishlaringiz bo'lsa, shu videoni ularga jo'natib qo'ysangiz, ancha manfaatli, ancha foydali bo'ladi.